Ilm-fan 90 kanaliga xush kelibsiz. Bugun siz bilan tarix sahifalarida o'chmas iz qoldirgan, dunyoni hayratga solgan buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur haqida qiziqarli ma'lumotlarni bilib olamiz. U qanday qilib oddiy yigitdan ulkan saltanat asoschisiga aylandi? Nima uchun uning nomi oradan 6 asrdan oshgan bo'lsa ham butun dunyoda hurmat bilan tilga olinadi va uning hayotidan bugungi avlod qanday saboq olishi mumkin? Videoni oxirigacha albatta tomosha qiling. Agar kanalimiz sizga yoqsa, videoga like bosishni, izoh qoldirishni va Ilm-fan 90 kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa buyuk sarkarda Amir Temurning hayotiga birgalikda nazar tashlaymiz. Amir Temur dunyoni hayratga solgan buyuk sarkarda. Tasavvur qiling, 14-asr Markaziy Osiyoda siyosiy tartibsizlik hukm surmoqda. Ana shunday murakkab davrda tarix sahnasiga shunday bir inson chiqadiki, uning nomi asrlar osha ham unutilmaydi. Bu inson buyuk sarkarda, mohir davlat arbobi va bunyodkor Amir Temur edi. Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh vohasida, bugungi Qashqadaryo viloyatidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tavallud topgan. U yoshligidan chavandozlik, harbiy mashqlar va jang san'atiga qiziqqan. O'tkir aql zakovati, jasorati va qat'iyati bilan tengdoshlaridan ajralib turgan. Yillar o'tib, u turli qiyinchiliklarni yengib, Mavarov nahrni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Bu oson kechmadi. Ko'plab janglar, sinovlar va siyosiy kurashlar orqali u kuchli davlat barpo etdi. Amir Temurning eng katta maqsadi shunchaki hududlarni egallash emas edi. U markazlashgan, mustahkam va tartibli davlat qurishni istardi. Shu sababli mamlakatda qonun-qoidalarga alohida e'tibor qaratildi. Har bir amaldor o'z vazifasini mas'uliyat bilan bajarishi talab qilinar edi. Sarkarda sifatida Amir Temur o'z davrining eng mohir harbiy strategiyalaridan biri hisoblangan. Uning qo'shinlari, intizomi, tezkorligi va puxta rejalashtirilgan harakatlari bilan mashhur edi. Tarixchilar uning har bir jang oldidan dushmanni chuqur o'rganib, keyin qaror qabul qilganini qayd etadilar. Ammo Amir Temur faqat jangchi emas edi. U ilm-fan, me'morchilik va madaniyatni ham qadrlagan. Ayniqsa Samarqandni dunyoning eng go'zal va rivojlangan shaharlaridan biriga aylantirishni maqsad qilgan. Turli mamlakatlardan ustalar, me'morlar va hunarmandlar takfil etilib, ulkan inshootlar bunyod etilgan. Bugungi kunda Samarqanddagi ko'plab tarixiy obidalar o'sha buyuk davrning guvohidir. Bu inshootlar nafaqat o'zbek xalqining, balki butun insoniyatning bebaho madaniy merosi hisoblanadi. Amir Temur ilm ahliga katta hurmat bilan qaragan. U olimlar, shoirlar va san'atkorlarni qo'llab-quvvatlagan. Chunki u kuchli davlat faqat qudratli qo'shin bilan emas, balki ilm va ma'rifat bilan ham rivojlanishni yaxshi tushungan. Temuriylar davrida ilm-fan va madaniyat yanada yuksaldi. Keyinchalik uning nabirasi astronomiya va matematika sohasida butun dunyoga mashhur bo'ldi. Bu esa Amir Temur asos solgan davlatning ilmiy an'analari davom etganidan dalolat beradi. Amir Temur hayoti davomida ko'plab yurishlarni amalga oshirdi. Uning saltanati sharqdan g'arbgacha keng hududlarni qamrab oldi. Shu sababli uning nomi Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq tarixida ham muhim o'rin egallaydi. 1405-yilda Xitoy yurushiga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda Amir Temur vafot etdi. Uning jasadi Samarqanddagi dafn etilgan. Bugungi kunda bu maqbara dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Amir Temurning mashhur hikmatlaridan biri shunday: kuch adolatdadir. Bu ibora uning davlat boshqaruvidagi asosiy tamoyillardan biri sifatida tilga olinadi. Bugungi O'zbekistonda Amir Temur xotirasi yuksak ehtirom bilan qadrlanadi. Uning hayoti, faoliyati va davlat boshqaruvi tajribasi tarixchilar tomonidan hanuz o'rganilmoqda. Uning nomi bilan ko'chalar, bog'lar, muzeylar va ta'lim muassasalari atalgan. Amir Temur shunchaki zabardast sarkarda emas, balki o'z davrining kuchli siyosatchisi, bunyodkori va tarixda chuqur iz qoldirgan buyuk shaxs edi.
Oradan 6 asrdan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, uning nomi hanuz tarix sahifalarida porlab turibdi. Tarixni bilish kelajakni anglash demakdir. Amir Temur hayoti esa jasorat, qat'iyat, ilmga hurmat va vatanga sadoqatning yorqin namunasi bo'lib qolaveradi.